Do'stlar, sizlardan ming bor uzr so'ramayman, chunki men yangi kanal ochdim. Eski kanalim esa ban bo'lib, enasini katta qo'rg'oniga kirib ketdi. Shuning uchun bu kanalga obuna bo'linglar. Xo'p bo'ladi, sizlar xohlaysizlar rumman chiqarmaymanmi? Minecraftda rasman e'lon qilingan lekin qo'shilmagan moblar ikkinchi qism. Bizda birinchi mob ko'pchilik obunachilardan so'ragan Copper Golem. Ushbu gunimcha 2021-yildagi moblar saylovining ishtirokchisi hisoblanadi. Bu gunimcha kichkinagina metal golem, ya'ni qo'riqchi bo'lib, mis bloklardan tayyorlanar edi. Uning eng katta palakatlaridan biri u o'z-o'zidan xohlagan asboblarni o'ynab ko'rardi, yog'och tugmalarini bosib ko'rardi. Agarda bu gunimcha Minecraftga qo'shilganda, Redstone texnologiyasining ixlosmandlari uchun ajoyib bo'lardi. Qo'shmachilar qayoqqa qarayapti? Bu gunimcha vaqt o'tishi bilan zanglab ketardi va u agar vaqtida tozalanmasa jonlanmaydigan haykalga aylanib qolardi. Kalni kal demang, u ham Xudoning bandasi. Gar ikkita qulog'i bo'lmasa, Bu jarayon real hayotdagi misning oksidlanish jarayoniga o'xshab ketadi. The Monster of the Ocean Deep. Bu yirtiq bosh 2017-yilgi moblar saylovining ishtirokchisi hisoblanadi. Ushbu mob Mojang tomonidan Mob A sifatida taqdim etilgan, lekin fanlar orasida Barnacle nomi bilan tanilgan. U chuqur okeanlarning tubida yashaydi va o'yinchini irkit tillari bilan pastga tortib unga hujum qiladi. Bu mob o'yindagi dengiz sayohatlarini hozirgi dengiz zombisidan ko'ra qiziqarliroq qilardi, ammo 2017-yildagi moblar saylovida Phantom yutgan. Bu joyda meni bir narsa qiynayapti. Suv maxluqlari o'yinchilarni o'ldirish uchun tez harakat qilsa terlab ketadimi? Javobingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. True Golem. Bu ham Copper Golem kabi mittigina gunovcha sifat haykal bo'lgan. Va u sizning sodiq qulingiz bo'lishi ham mumkin edi. U bir joyda turib siz unga bergan har qanday buyumni ushlab turishi mumkin edi. Agarda u mob Minecraftga qo'shilganda kreativ dekoratsiyalar uchun ajoyib g'oya. Aytgancha, u 2022-yildagi moblar saylovida ishtirok etgan va Luisa Rasulovaning shogirdi bo'lgan Snifferga yutkizgan. Qizbiq chaqa. Bu mob 2023-yilda bo'lib o'tgan moblar saylovida ishtirok etgan. U yildagi moblar saylovida Armadillo mobi g'olib bo'lgan. Qizbiq chaqa ham toshbaqa kabi Minecraftdagi dengiz bo'yidagi tropik qirg'oqlarda uchrashi mumkin bo'lgan mob sifatida tavsiya etilgan. Uning g'aroyib xususiyatlari shundaki, biz uning qo'llarini uzib olib, xohlagan bloklarimizni istalgancha uzunlikda qo'yishimiz mumkin bo'lgan. Bu albatta quruvchilar uchun juda foydali bo'lardi. Ayniqsa yuqori minoralar, uzoq devorlar qurish uchun juda ham samara berardi. Pascal 2022-yilda bo'lib o'tgan mob saylovining finalchilaridan biri edi. Pascal Minecraft o'yinchilariga kuchukdan ko'ra qiziqarliroq do'st bo'lishi mumkin edi. U yer ostida yashovchi do'stona va yashirincha o'ynaydigan mob edi. Siz uni Minecraftda 3-marta uchratganingizda, u sizga Minecraftda topish qiyin bo'lgan buyumlardan birortasini berishi mumkin edi. Pascal o'yin davomida o'yinchi bilan kichik o'yin o'ynar edi. U yashirinadi, siz esa topasiz. Qisqasi berkinmachoq o'ynar edi va bu Minecraftni yanada qiziqarliroq qilar edi. Ammo aytganday 2022-yilda mob saylovida Sniffer g'olib bo'lgan. Do'stlar, hali O'zbekistonda birorta Minecrafter qilmagan kontentni men qilmoqchiman. Buning uchun esa sizlar like bosib, kanalimga obuna bo'lib, meni poddershka qilib turishingiz kerak. Keyingi videoroligimiz o'sha kontent bo'ladi. Kutib qolinglar.